Assalomu alaykum akalar, tuzyapsizlar, charchamayapsizlarmi? Servisimizga bizni ancha yildan beri kuzatib yurgan akamiz bor ekanlar. Instagramimizni ko'rib, havas qilib yurar ekanlar akamiz. O Qo'qonni chekkasidan postdan, Chaqali postdan tomondan kelishibdi. Mashinalar juda og'ir holatda. Amortizatorlar mana ishlamayapti, qotib qolgan amortizatorlar, rezinkalar, mana shu ruloy kolonkalari ham Xitoy ekan. Koreyskiy qo'yib, mashinalarni yumshoq qilib, koptokdek qilib beramiz. Bitta tomosha qilasizlar, ketdi akalar. Akalar, boshlagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Hadovoylarni cho'tka qilib yangi qilib berdik mana. Amortizator, rezinkalar, ruloylarigacha cho'tka qilib berdik. Akamiz yurib ko'rib baho berarlar, tomosha qilamiz, ketdik. Akamiz yurib keldilar mana, o'zlaridan shunday so'raymiz, xolis, qanday natija bo'ldi ekan. Aka, mashina qalay bo'libdi? Assalomu alaykum. O'ta go'zal. Cho'q. Zo'r. Kelaverasizlar akalar. Вообще yumshoq bo'lib qolar ekan, o'ta original, o'ta ideal. Kelaverasizlar. Tavsiya qilaman. Aka, kelishdan oldin juda ikkilanasizmi qanaqa bo'larkan? Mana endi hozir ko'rdim, mana shu ajoyib bo'pti dedik. Gap yo'q, rahmat. Qayerdan keldingiz aka? Men Chag'alidan keldim aka. Ancha uzoqdan kelibsiz aka? Pervaltaydan keldim boshda. Aka, shuncha uzoqdan kelganingizga qopladimi shu to'g'ri keldimi ishimiz aka? Ma'qulmi? Ya men mazza qildim bo'ldi. Aka, joningiz sog'. Tanishlarga aka bemalol tavsiya qilaveramiz. Tavsiya qilaman, kelaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin aka. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar, zo'rla qilib beramiz. Shuncha odamni ko'nglini oldik, sizni ham ko'nglingizni olamiz. Aka, joningiz sog' bo'lsin, kelaverasizlar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.